Do'stlar, Bektemirdamiz. Shundoqqina prokuratura orqasidagi shinamgina xonadonni obzorida turibmiz. Uyda yoshi katta insonlar bo'lgan xonadonlarga shu uyni tavsiya qilib qolamiz. Xonadonimiz 4 qavatli binoni birinchi qavatda joylashgan, 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan shunaqangi kompaktli xonadon. Bu birinchi xonamiz, ya'ni zal qismimiz. Ko'rib turganingiz, televizor, yumshoq mebellar, konditsioner, hamma jihozlar bilan jihozlangan. Bu yoqda bizni oshxonamiz joylashgan, ya'ni periplanirovka bo'lgan, o'zgartirish kiritilgan, oshxona qismi verandaga ko'chirilgan hamda tashqariga chiqish ikkinchi eshiklari ham mavjud. Bu tomonda bizni yotoqxonamiz hamda hojatxonalarimiz joylashgan. Bu xonadonga kirish qismimiz, kengina hol kengina holdan ro'para qismimizda bizni bolalar yotoqxonasi, hali foydalansa bo'ladigan bir xonamiz. Bundan so'ng yo'lak bo'ylab bizni keyingi xonamiz, yotoqxona qismimiz. Spayning garniturlari hamma yoq qoldiriladi. Faqatgina bitta uy egalari televizorni olib chiqib ketamiz deyaptilar. Qolgan videoda ko'rib turgan barcha jihoz, mebel, texnikalar qoladi. Bu esa bizni hojatxona. Vannaxonamiz. Xo'p, narxga keladigan bo'lsak, narxini uy egalari 68 ming deb belgiladilar. Yana ozroq kami bor. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol uyni egasi bilan savdolashangiz bo'ladi. Shunaqangi shinam xonadonlar bizda, ya'ni Refarda. Ushbu videoga like bosib, Bektemirdan uy so'ragan do'stingizga jo'natib qo'ying.